Bemorimizda traxeostom qo'yilgan edi, oldin aytgandik nima bo'lganligini. Hozir turkalarni oldik. Endi o'shani og'izlarini tekshirib ko'ramiz, nafas qaytadimi yo'qmi. Hozir trubka o'rnini yopdik. Gaping aka, ismingiz kim edi? Olim aka. Nafas qaytyaptimi yo'qmi? Yo'q. Normal. Trubkangiz vaqtinchalik turadi, ya'ni nazorat qilib turasiz. Agar nafas qaytmasa, olib tashlash mumkin, faqat ovoz pastga qo'yaveradi. Agar nafas qaytadigan bo'lsa, ma'lum vaqtgacha turadi. Buni yopib berish muammosi yo'q. Faqat buni operatsiyadan keyin hozir shunaqa holat bo'lgan sizda. Qiynalib qolgansiz. Shuning uchun qalqon suv bez operatsiyasi juda ehtiyot bo'lish kerak. Sababi agar qalqon suv bez operatsiyasiga neftni ozroshkasi qo'ysangiz yoki nimadir muammo paydo bo'lsa, demak bemor nafas olish muammosi paydo bo'ladi. O'shan hisobda keyin traxeostom qo'yilgan. Bu kishi bizda operatsiya bo'lmaganlar, boshqada bo'lganlar. Shuning uchun ehtiyotga talab qilamiz. Hozir pilosga kelib turibdilar. Holatlarini ko'rib, qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Tuzalashib ketsa bo'ldi, muammosi yo'q bo'lsa. Xo'p? Mayli.